Assalomu alaykum Termiz Cherry obunachilari. Bugungi obzorimizda yangi modelimiz Arizo 8 gibrid modeli. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Chunki video oxirida to'lovlari haqida ham batafsil ma'lumot beramiz. Like bosishni unutmang. Ko'rishingiz mumkin, avtomobilimizni rangiga to'xtaladigan bo'lsak, hozirda trendga aylangan Narda Grey rangi, bu rangda avtomobilimizda bor, mavjud. Diskalarimiz 18 razmerda kattakon diskada bo'ladi. Faralariga kelsak, tumanka faralari LED optika bilan jihozlangan. Oblisovkasi esa aniq aytib o'tsak bo'ladi, boshqa mashinada kuzatilmaydigan oblisovka bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, mashinamiz ulkan yon oynalar bilan jihozlangan. Bu oynalarimiz pоворот yoqqan vaqt bigushi bo'lib yonadi va 360 kamera ham bokovoyda joylashgan. Orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, bakimiz, benzin bakimiz. Bu yerda orqa faralarimiz ham juda chiroyli qilib ishlangan. Qoraga oq kombinatsiya ishlangan. Orqa faralarimiz ham juda chiroyli dizaynga ega, yonishlari ham, stoplari ham juda chiroyli yonadi. Bagajimizga kelsak, katta ulkan bagajga ega avtomobilimiz. Undan tashqari o'zini zaryadchiklari ham mavjud. Zavodskiy o'zini subwooferlari joylashgan bu yerda. Avtomobilimiz salon qismiga keladigan bo'lsak, salonimiz ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli uslubda, klassik uslubda ishlangan. Salonimiz 5 kishi uchun mo'ljallangan. Avtomobilimiz salon qismiga keladigan bo'lsak, rulimiz chiroyli dizaynga ega va ixcham rulimiz mavjud. Rulimizda cruise control, колесо управления hamda rulimizda isitish funksiyasi ham ega. Obshivkasiga keladigan bo'lsak, sidena saqlanib qoladi o'ziga va dizayni ham ancha chiroyli ishlangan. Bu yerda dvornikni boshqarishingiz mumkin. Va bu yerda esa fara regrovkalari joylashgan. Mashinamiz katta ulkan displeyga ega. Taboyimiz o'zida mashinani quvvatini hamda tezligini ko'rishingiz mumkin. Displeyimizdan hamma funksiyalarni boshqarish imkoni mavjud. Mashinamiz sovutish hamda isitish funksiyalariga ega. O'zini zavod holatidagi uch xil aromatiga ega. O'zingizga moslashtirib, sveji, relax, bodrashchi xohlaganingizni qo'ysangiz bo'ladi. Sidenalarimiz esa isitish hamda sovutish funksiyasiga ega. Multimediani o'zidan hamma funksiyalarni boshqarsangiz bo'ladi. Deflektorlarimizni ko'rishingiz mumkin. Deflektorlari ham o'zgacha qilib ishlangan. Hamda pechkani o'chirib yoqish funksiyalari va hamda boshqarish funksiyalari mavjud. Pastga keladigan bo'lsak, USB hamda Type-C bordlari mavjud. Hamda mashinamizda simsiz quvvatlagich, ya'ni besprovodniy zaryadka ham mavjud. Richaglariga keladigan bo'lsak, joystiklik bo'ladi. Skorska shu yerdan bemalol urib haydashingiz mumkin. O'zingiz xohlagan uslubda tokda yoki benzinda o'tkazib haydashingiz mumkin. Bu tugmalardan displeyni o'chirib yoqishingiz mumkin. Hamda barimizga keladigan bo'lsak, barimiz ham ancha katta, hamda barimizda xolodilnik mavjud. Avtomobilimizning torpedka hamda obshivka qismida salon podsvetkalari mavjud. Bu podsvetkani har xil rangiga o'zingiz xohlagan rangda kayfiyatingizga qarab qo'yishingiz mumkin. Obshivkalarimizda esa sidena upravleniyalari obshivkada joylashgan. Sidena saqlanib, eslab qolish funksiyasi ham mavjud. Mashinamiz Sony akustikasi bilan jihozlangan. Va mashinamizda ulkan panorama lyuk mavjud. Lyukimizni shu yerda o'zidan boshqarsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, avtomobilimiz 1.5 turbina gibrid dvigatel bilan jihozlangan. Mashinamiz o'zini to'liq 100% zaryad bilan 125 km masofani bosib o'tiladi hamda benzinda harakatlana oladi. Общий zapas hodi 1400 km. Aziz obunachilar, bugun Arizo 8 modelimiz haqida qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Agarda sizlarda yana savollar tug'iladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin yoki Termiz Cherry avtosaloniga tashrif buyurishingiz mumkin. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, 364 million 900. Uni naqd yoki avtokredit asosida xarid qilishingiz mumkin.